Ölenmeyen Qo'chqarni go'shinden ham yeyman deseniz de bemalol. Ya Moyevkaga geçeceksiniz, bir yere geçeceksiniz. Misal dükkandan kömür alıp çıkışım gerek, dükkandan setke alıp çıkışım gerek deb oturmaysiz. Xalasanızda setke, xalasanızda mangal, bundan tashqari yana tarazini o'zi alohida tegmab o'tiribdi. Bundan tashqari qarang, bal ismi, yog' ismi, tuxum ismi, hammasini eng originali xudo xolasa ish yerda bo'ladi, xon go'shtda bo'ladi. Go'sht mahsulotlarini hamma turi bo'ladi. Ish qilib siz ishingiz bishidan bitib ketadi. Assalomu alaykum Temadamiz kanalining obunachilari. Xudo xolasa bugun xon go'shtdan, bugun sizlarga yangilik. Xorazmda yangilik bo'ldi. Nechta yangilik bo'ldi? Xudo xolasa xon go'sht ochildi. Xon go'shtda navolar bo'ladi. Siz istagan hamma narsa bo'ladi. Doğru go'sht va go'sht mahsulotlari ish yerdan bitadigan bo'ldi obunachilar. Endi nima deymiz? Qaranglar, biratlar. Sizlarga qulaylik yaratish maqsadida, obunachilarga qulaylik yaratish maqsadida, yurtdoshlarimizga qulaylik yaratish maqsadida yo'lni bo'yinda shuni normal tochkada xudo xolasa xon go'shtni ochilish marosimi bo'ladi. 3-noyabr kunidan xudo xolasa ish faoliyatini boshlab beradilar. Shu ikisini so'yib, shu yerga go'shtlarni asadon bo'ldilar. Undan tashqari bo'ladi, qo'y go'sht ham bo'ladi obunachilar. Unda yana Qo'chqar tur harap ölenmeyen Qo'chqar yana xudo xolasa ölenmeyen Qo'chqarni go'shinden ham yeyman deseniz de bemalol xon go'shtga murojaat qilaverasizlar. Hali ehtiyojli ekranda nomer ham qo'yamiz. Ekrandagi nomerlar ham bog'lasangizlar, siz ishingizni tezroq bitirib beradilar. Navolar bo'ladi. Undan tashqari ko'mir, doğru ko'mir ishlar ham shu yerdan bitadi. Ya Moyevkaga geçeceksiniz, bir yere geçeceksiniz. Misal dükkandan kömür alıp çıkışım gerek, dükkandan setke alıp çıkışım gerek deb oturmaysiz. Setke ham o'zunda bo'ladi obunachilar. Ina xalasanızda setke, xalasanızda mangal, bundan tashqari yana tarazini o'zi alohida tegmab o'tiribdi. Shuning tarazalarda eski taraza, buni ko'pchilik insonlar biladi. Avvallar shuning tarazalarda go'sht o'lchaylar, hamma narsalarni o'lchab, shuning narsalarda satganlar avvallar. Endi bundan tashqari obunachilar yurtda go'shtlarni tok go'sht ham bor, kirlichka ham bor, mesli xo'razlar ham bor ekan bu yerda, mesli xo'raz. Bundan tashqari xamir ovqatlarimizni yarim tayyor mahsulotlari, ular ham shu yerdan bitadigan bo'ldi. Bundan tashqari qarang, bal ismi, yog' ismi, tuxum ismi, hammasini eng originali xudo xolasa ish yerda bo'ladi, xon go'shtda bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib tursangizlar, biz sizlarga oxiridan manzillarini ham to'liq aytib tushuntiramiz. Esa bu xaladirnikimizda navolar bo'ladi, qaranglar. Steak, go'sht har xil mahsulot atilganlari, steakdan tashqari yana kuskoy, itjon, hammasini xudo xolasa ish yerda ikkiladan bo'ldilar. Quru xon go'shtga kelib go'sht xarid qilmaysiz. Go'sht mahsulotlarini hamma turi bo'ladi. Ish qilib siz ishingiz bishidan bitib ketadi. Boshqa yerga borib urinib o'tirmaysiz. Qarang, qatiq, qaymoq, tvorog, hamma narsa ishida bo'ladi. Ular ham shu yerdan bitadi. Ish qilib nima deymiz? Urganchimizda, Xorazmda bir chiroyli yangilik. Bundan tashqari bu katta monitorda shu yerga yurtdoshlarimizni fikrlari, misol yaxshi gaplarini shu yerga qo'yib qo'yamiz. Yegan kreditlarimiz ko'rib xursand bo'lib, bir nov ekanligini doğru şu videonu görüp bileveradilar da. Misal gelip so'rab o'tirmaydi, qachon ochildingizlar, ne gap so'z. Hammasini xudo xolasa qo'yib chiroylatib boraveramiz. Nima deymiz? Malni so'ydik, ishora astık. Bundan tashqari hamma mahsulotlari bor. Videoga like bosib, bizlarga obuna bo'lib, bizlarni podpishka tursangizlar, Xorazmda nechta yangilik bo'lib turgan bo'lsa chiqarishga harakat qilaman. Nechta yangilik bo'lib turgan bo'lsa sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Xon go'shtga bir omad tilab, kommentariyada yozib qo'ysangizlar, xudo xolasa albatta o'zimiz xursand bo'lamiz. Hozir esa bir qator manzillarni sizlarga chiroylatib tushuntirib o'tamiz obunachilar. Ko'rib turgan biz danalaringiz esa avvalgi ko'na eski Nergis kafe bo'ladi, bu yon tarafi üzerimizi ko'rla idora bo'ladi. Ko'z ojizlar idorasi, endi ko'rla idora desa boshqacha tushunmanglar. Bunda yana 5 ko'piri. Bundan esa 5 ko'pirni orqaga tushsangizda xon quyish markazina ketadi. Bu yon taraf esa Nergis kafe avvalki. Shuda xon go'sht buratlar. Xon go'sht ochildi, xon go'shtdan katta imkoniyatlar ham ochildi. Hatto telefon nomer qo'yamiz, bemalol telefonlashsangizlar, xudo xolasa, bularda dastavka xizmatlari ham bor. Görüp turganlar, like bosganlar, qo'llaringizga barakat bersin. Bizning rivojlanishimiz uchun like bossangiz, albatta biz xursand bo'lamiz. Görüşguncha salomat bo'lsa, bugungi yangiligimiz xon go'shtdan bo'ladi. Rahmat amma, xo'sh, salomat bo'linglar.